Yaqinlashyapman. Anavuni ko'rdinglarmi? Ozgina qoldi. Yana ham yaqinlashib ko'rsatsam, juda yo'l kattaroq ekan mana. Ko'rdinglarmi? Mana o'sha qasrda olingan ekan. Bu yo'l hech bunaqa yo'lga kirmagan edim. Mana o'sha qasrda olingan. Hozir boraman. Shaharchani qaranglar. Haqiqiy nima o'sha kinolar olingan paytdagi mahaldagi atmosferani beryapti. Ammo kichikroq ekanda, yo'llar torroq ekanda, churt. Ana qasr. Qo'limga olib ko'rsataman. Mana qasr. Ko'ryapsizlarmi? Ana qasr. Mana ko'chalarda qaranglar. Qasrga kirish yo'li. Mashina ekan, qasrga kirish yo'li. U tepada turibdi qasr, ko'ryapsizlarmi? Ana qasr. Risk bo'lsa ham to'xtadim. Manzarani qaranglar. Dahshatku bu qasr. Videosini ham topib tashlab qo'yaman. Qaysi kino ekan deganlar uchun. Mashiga endi mashinalar to'xtaydigan joyga qo'ydim. O'lib ketsin, jarima yozsin. Mana uylarni qaranglar. Balkonchani qaranglar. Qo'ylar. Dahshatku va hozir kattaligini o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rsanglar bor, dahshat bor-ku, dahshat. Vashi dahshat. O'ta deydi-yu. Shunaqa shaharcha ekan. Ishqilib politsiya akalarimiz yo'q bo'lsa bo'ldi. Qaysi tomon, oldi tomon ekan bu qasrda? Sekin kirib ko'raman mana shu tomonga, mana. Bunday qilib oling. Sandiqlarga qaranglar. Qo'ylar. Shu zamondagi kursilarda. Ichkariga kirib bo'larmikan? Ichkarida ham endi bir narsalar bor ekan. Bu yog'i endi qasr mana. Dahshat bu. Haykallar qaranglar. Kimdir haykal ekan. Arpismi deb yozib qo'yibdi. O'qinglarda. Arpismi deb yozib qo'yibdi. Qo'ylar. Kirish mumkinmikan yo? Mumkin emasmikan? Mana qasr. Perfon qasri mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerga mana kirish 9 yevro ekan. Qoyillik ham bor-ku. Mana shu zamondagi o'sha qirolichalar davridagi devor mana shu. Mana shunaqa toshdan qurilgan ekan, mana ko'ryapsizlarmi? Assalom. Бесплатный ekan, kiryapman. Bor qadrdonlar ta'riflash etilojsiz. Ketyapmiz mana ular bilan so'rasam pulsiz deyapti, free deyapti. Mana shu joylarda ritsarlar yashagan. Qaranglar, qasr dahshat ekan, boshim aylanib ketyapti. Vay. Oldiga o'tamiz hozir. Nima qaranglar. Si tu veux qu'on descende, tu dis. Suv tushadiganini qaranglar.
Vay. O tepasi sizlarga ham ko'rinyaptimi? Ash derazalarda, ash darchalarda hali malikalar turadi-yu. Ha, kinolar tasavvur qildinglarmi? Malikalar turadi. Ha, o'sha kinoni ko'rganlar bormi? Yotib olib ko'rganman men bor u kinoni. Shu joylarga kelaman deb o'ylamagandim bor lekin. Tushadigan joylarni qaranglar. Manzarani qaranglar. Mo daraxt qaranglar. Archa ekan daraxt desam. Old tarafiga aylanib o'tyapman. Ha, hamma bilet olib mana yoqdan kirar shekilli bunga. İçi qiziq da buni, qadrdonlar. Ichiga kirish kerak. Hamma qiziq ichida. Mana mana shu joylardan tasavvur qilinglar, mana bu tomonda buzilib ketgan qanaqadir joylari ham bor ekan. Tasavvur qiling, mana mana shu joylardan ritsarlar chaqatak tak qilib otib keladi. Sizlar tasavvur qilishinglar uchun kinoga ham tushib beraman-da. Mana bu joy nimadir endi. Bilmayman, endi tushunmadim. Mana. O'qiganlar, tarjima qila olganlar, inglizcha bilganlar o'qisin mana. 1800 nechinchi yildan bolalar qilingan ekan. Restavratsiya qilinganmi? Ustimga narsa kiyib olmaganim shu yerda o'zimga alam qildi shamol aka. Bir haykali bor ekan. Mana shu yerdan tasavvur qilinglar. Otliqlar kirib ketadi. Ritsarlar, ustilariga sovutlari kiyib olgan ritsarlar tak o'tib ketadi tomon. Mana shu tomonda keladi. Nimalar ham yuribdi. Turistlar ham, rosa ko'p turistlar. Turistmi bilmadim u. Men tinmay olyapman, endi ko'rishga harakat qilasizlar. Kirish tekin ekan-ey. Meni fikrimcha. U qasrda. Bunaqalarni qaranglar. Oila. Xullas kalom. Charchab ketdim. Mana qadrdonlar. Mana shu eshiklari endi anaqamikin deyman-da. Nima deydi? Mana shu yerlardan kinolar olinganda eslaganlar bormi? Eslayapsizlarmi? After 10 is not. U yog'i pulli ekan. Bu yog'iga qayerdandir bilet olish kerak ekan. Qasrning ichlari ko'rsataymi? Qasrning ichlari mana mashinadan kirilganda mana. Mashinadan shunday yo'lak bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Yo'lak mana. Buni tagidan ham nimadir o'tgan ekan mana. Qasrda kirishuv xodi masha. Dilam. Yo'q endi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Meni mashinam o'raydi. Nuri meni mashinam. Mashidan chiqib keldim men. Voy, balandligini qaranglar buni. Uni uyni tepasi soatdan bor ekan.
Qoyla. Qoyil lekin.